Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Esselatu vesselamu ala Resulillah. Muhabbet. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz cemaatlerler, vatandaşlar, ülkeler, farzandlarimiz qatorida o'tirgan mana yoshlar barchalaringizga Alloh taolo bu muborak Ramazon-i Sharifni fazilatlarini, barakotlarini ato etib, maqsadlarini hosil qilsin. Muborak oyda tutadigan ro'zalaringizni, mana shunday bir kechalarni o'qilayotgan qiyomul layl bo'lib taroveh namozlarini Alloh taolo dargohida qabul qilsin. Biz mana alhamdulillah bugun 4-kun shu Koreyaga kelib, qordonlar bilan birgalikda yana boshqa biz sheriklarimiz ham bor, boshqa yo'nalishda, boshqa mintaqalarga borishgan. Har yili mana 3-4 yildan beri bu bir an'anaga kirib qoldi. Biz mana muftiyat tomonidan, O'zbekiston musulmonlar idorasi tomonidan shunday respublikadagi imom domlalarni, shunday ulamolarni nafaqat Koreyaga, Amerikaga boryapti, Rossiyaga boryapti, bo'lmasa Qozog'istonga, qayerdagi siz bilan mana shunday vatandoshlarimiz ko'p istiqomat qiladigan, ishlaydigan, faoliyat ko'rsatadigan yurtlariga borib, Ramazon-i Sharifni birgalikda o'tkazilyapti. Bugun alhamdulillah siz bilan biz bu yerda uchrashib turibmiz. Juda ham bir xursand bo'ldik, mamnun bo'ldik. Mana shom namozini sizlar bilan o'qidik, iftorlik qildik. Albatta bu iftorlikda ham qilingan duolar ijobat. Hammamiz bilamizki, Ramazon-i Sharif siz bilan biz uchun barakotli oy, rizq ko'payadigan, gunohlar kechiriladigan, savoblar ziyodaligi bilan ato qilinadigan, demak beriladigan, ya'ni Ramazon-i Sharif tufayli beriladigan savobni Alloh taolo miqdorini o'zi berishligini va'dasini bergan. Jannatda alohida eshik qilib qo'ygan, rayonida eshigi qilib turib, Ramazon oyi mana shundoq boshlanishidan to oxirigacha faqat Alloh taoloning rahmatiga g'arq bo'lib, ibodat qilib, demak o'zimizni axloqimizni ham, odobimizni ham to'g'rilaydigan bir oy. Endi o'zimizni tanishtirib qo'yaylik. Men Alisher domlanaymi, Farg'ona viloyati bosh imom xatibi o'rinbosari, yana shu Quvasoy shahrida Islom nomli masjid imomi ham shaharda bosh imomman. Mana Yahyo domla Abdurahmonov Toshkent shahar imom Termiziy nomidagi masjid imom xatiblari, Imom Buxoriy nomidagi Islom instituti, mana oliy mahad deymiz, mudarrislari, mana sizlar talaba, sizlar bu kishini ham o'sha yerda sizlarga o'xshagan mahaddagi demak yuzlab talabalar bor, borib dars aytishadi. Mana shunday respublikada iqtidorli bo'lgan, eng bir e'tiborli bo'lgan ulamo, olim, imom xatiblarimizdan bugun sizlar bilan uchrashib turibmiz. Albatta ozgina bo'lsa ham bir yarim soatmi, 1 soatmi sizlar bilan bu yerda suhbatlashsak, biz ham shu kelganimiz bir manfaatli bo'lsin. Kelganimizdan keyin o'zimizdan keyin ham bir yaxshi bir aytaylik taassurot qolsin. Biz uchun ham biz mana avvaldan taassurotimiz yaxshi bo'lishni boshladi sizlar bilan uchrashganimiz o'zidan. Chunki hammalar mana yoshlar shunday mana o'qish bilan birgalikda yana ibodat bilan mashg'ul bo'lyapsizlar. Albatta sizlar kelajakda Xudo xolasa o'sha yurtimizga boradigan o'sha olimlar, o'sha yurtni ravnaqini ko'taradigan insonlarsizlar inshaalloh. Alloh taolo o'sha dinni yo'lda qilayotgan ham o'sha ibodatlaringni, olayotgan ta'limlaringni Alloh taolo manfaatli qilgan bo'lsin. Muborak Ramazon-i Sharifda mana shu berib jamlanib turgan ekanmiz. Endi bir og'iz men bir narsani eslatib o'taman. Undan keyin mana shu qordonlar sizlarga yana shu ma'ruza qilib suhbatlarni davom ettirishadi. O'zlarini qiziqtirgan keyin savollar bo'lsa, yana bersalar, Xudo xolasa yana bir jonliroq bo'ladi. Bunday aytganda interaktiv usulda bunaqa bir savol-javob bilan bo'ladigan bo'lsa, yana ham nima bo'ladi? Mana suhbatimiz jonli bo'ladi, manfaatli bo'ladi deb o'ylaymiz. Birinchi o'rinda demak, ayniqsa sizlar mana yoshlar odob, axloq degan bir mana shunday shariatimizdagi eng bir yuqori darajaga ko'taradigan, insonni oxiratdagi darajasini ham yuqori qiladigan eng yaxshi zaruriy amallardan biri insonning odob, axloqi. Abdulloh ibn Muborak degan mana zot o'tganlar bilasizlar. Shu zot aytadilarki, agar men dunyoda biron bir kishini olim sifatida eshitgan bo'lsam, ya'ni ilmi juda ham zo'r deb eshitgan bo'lsam-u, lekin uni ziyorat qila olmasam, u odam vafot etib ketgan bo'lsa, men bundan nadomat chekmayman, men unga afsuslanmayman. Lekin bir odamni juda ham bir odobi, axloqi bir yuqori darajada ekan, juda ham odob, axloqli ekan, tavozeli ekanligini eshitsam-u, shu odamni ziyorat qila olmasam, u odam o'tib ketadigan bo'lsa, shunda afsuslanaman degan ekanlar. Demak, musulmonning axloqi, odobi doim eng yuqori darajada bo'lishi kerak. Chunki Rasulullohning siz bilamiz ummatlarimizni, u zotning axloqlari nimadan iborat edi?
Mana bilyapsizlar, nima deyiladi? Rasulullohning xuluqlari nimadan iborat? Mana Oysha onamizdan so'raganlarda nima deyishgan? Qur'on. Demak, Qur'on siz bilan siz Alloh taoloning mana kitobi, hidoyat manbai, dasturul amal. Shuning uchun ham birinchi o'rinda axloq, odob, yana bir narsa biz suhbatlar davomida ko'rib kelyapmiz. Eng zaruriy yana bir narsa bu yerda azizlar shu ahllik, ittifoqlik degan narsaga ham jiddiy e'tibor berishimiz kerak. Bu yerda O'zbekistonlik bor, O'zbekiston ichidagi viloyatlardan bor, qo'shni bo'lgan, bir-birimizga hamma qardosh bo'lgan, qadrdon bo'lgan, Qozog'istondan bordir, Qirg'izistondan, Tojikistondan, qayerdan bo'lmasin, bir ilgari endi o'sha davlatlar mustaqil bo'lmasdan oldin O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy idorasi deyiladi. Ya'ni hamma o'sha vaqtlarda bu sobiq ittifoq davrida bitta idoramiz, bitta Toshkentda edi. Mana o'sha diniy idorada o'tgan muftiylar endi vaqt soati kelib, bu ham bir tarixiy jarayon ekan, mustaqillik bo'ldi, boshqa bo'ldi, ajrab ketildi, lekin bu degani siz bilan biz dinimiz ajrab ketgani yo'q, yo bo'lmasam qarindoshchiligimiz ajrab ketgani yo'q. Chegaralar qo'yilgandan, lekin chegaralar ham ochilib, alhamdulillah bugungi kunda yaxshi bir qo'shnichilik aloqalari bo'lyapti. Demak, shu uzoq yurtlarda ham bu yerda men falon viloyatdanman yo falon joydanman degan gap so'z bo'lmasligi kerak. Musulmonchilikda meni birinchi o'rindagi o'sha asosiy bir mustahkam qiladigan ish nima bo'lsa ahillik, ittifoqlik. Yoki Alloh taolo Qur'oni Karimda barcha mu'minlar bir-biridan aka-ukadirlar degani ham bejizga emas. Shuning uchun ham shu narsalarga albatta e'tibor berishimiz kerak. Bu yerda yaxshi mana shu namoz ibodatlarga ham eng asosiy narsa bugungi kunda bizni tashvishga soladigan ish nima? Uzoq o'lkalarda yurganda mazhabdan chetga chiqishlik, yo bo'lmasam o'tgan ulamolarimizga nisbatan hurmatsizlik qilishlik, Alloh taoloni demak kalomini yetkazuvchi, Rasulullohning shariatini, dinni shariatini yetkazuvchi ulamolarga nisbatan demak o'sha hurmatsizlik qilishlik ham eng bir xunuk oqibatlarga olib boradigan narsa. Shuning uchun ham bu narsalardan ham albatta hammamiz ehtiyot bo'lishimiz kerak. Yoshlar inshaalloh kelajakda sizlar hammalaring shu bir katta bir ilmlarning egasi bo'lib, xalqimizga, yurtimizga, dinimizga bir manfaat yetadigan ishlarni qilishlarini Alloh taolo muyassar qilsin, muvaffaq qilsin va mana so'zni yuqoridan beraman. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh azona tutib turgan ro'zalarimizni qabul aylasin, o'qiyotgan tarovihlarimizni qabul aylasin. Bu oyni to'liq ro'zalar tutishga hammamizni muvaffaq qilsin. Mana domlamiz hozir dinimizning asli bo'lgan va bugun musulmonni boshqa millatdan, boshqa din vakillaridan ajratib turadigan belgilardan biri odob haqida gapirdilar. Siz namoz o'qisangiz, men namoz o'qiyman deb maqtanmang. Siz majbursiz namoz o'qishga. Musulmon nimang bilan maqtanasan desa, ro'za tutishim bilan deyishga haqqi yo'q. Chunki musulmon bo'lgandan keyin ro'za tutish kerak. Hajga borgan odam men haj qilib keldim, hojiman deyishga haqqi yo'q. Chunki u musulmonning farzi. Musulmonni faxrlanadigan narsasi bu odob axloqi bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom payg'ambar bo'lmasdan oldin nima bilan tanilgan? Axloqi bilan tanilgan. Hali mushrik zamon, payg'ambarligi yo'q. Hali Qur'on nozil bo'lgan yo'q. Mushriklar nima dedi Muhammad alayhissalom? Muhammadun al-amin deyishadi. Omonatli deyishadi. Sodiq deyardi. Mushriklar nima uchun? Rasululloh hali islom kelmasdan oldin insonlarning o'rtasida ishonchliligi bilan, aminligi bilan, sidq bilan tanilgan. Shuning uchun Qur'onni ochib o'qisanglar, 130 ga ortiq hukm kelsa, ibodatga taalluqli. 1,5 mingdan ortiq oyatlar odob axloq to'g'risida keladi. Demak, ibodatni go'zal qiladigan narsa axloq. Ana shu ma'noda musulmonni faxrlanadigan, belgilaydigan narsasi faqat namoz emas, yoki tutayotgan ro'zasi emas, balki uning odob axloqi bo'ladi. Endi kelinglar, zamonaviy bir misol keltiraylik. Mana hammamizning kissamizda telefonimiz bor, to'g'rimi? Shu telefonimizni kimdir ixtiro qildi. Kim bo'lishdan qat'iy nazar ixtiro qildi. Endi shu ixtiro qilgan odam telefonni hali paketiga solgandan keyin, korobkasiga solgandan keyin mana shuncha kitobchasi bo'ladi ichida. Ichida yozib qo'yibdi, bu telefonni oti mana bu, bunday qilsang bunday bo'ladi, mana yog'ini bossang bunday bo'ladi. Uni nima deydi? Shu strukturasi yozilgan. Qanaqa ishlatilishi.
Nima uchun? Chunki u yaratgan o'sha telefonni. Endi buzilib qolsa o'zingizcha tuzata olasizmi shuni? Yo'q, ustaga borasiz. Ustaga aytasiz, telefonim qotib qolyapti, telefonim yonmayapti, ishlamayapti deysiz. Usta uni nima qiladi? Chochib tashlab, to'g'rilab sizning qo'lingizga beradi. Nima uchun? U qanday yaralganini biladi-da u. Demak, har qanday texnika vositasini, televizor bo'ladimi, radio bo'ladimi, xolodilnik bo'ladimi, ovqat pishiradigan bo'ladimi, istaydigan, hammasini yonida kitobchasi bo'ladi. Aytadi, agar mana shunday qilib ishlasang, buzilib qoladi. Qayerdan biladi u? Chunki o'zi usta o'shani yaratganda u. Ixtiro qilgan. Insonni kim yaratgan? Alloh taolo ham bir kitobni tushirdi. Nima qilsa yaxshi bo'ladi, nima qilsa buzilib ketadi. Bu Qur'on u. Mana hozir Ramazonda o'qiyotgan Qur'onimiz musulmonning kitobchasi u. Inson ham yaralmish. Yaratuvchi kim? Alloh. Alloh bandasi nima qilsa ko'proq ishlaydi, nima qilsa buzilishini biladi. Shuning uchun kitobimizni nozil qildi. Qur'on. Qur'on to qiyomatgacha turadigan musulmonning dasturli amali. Endi mana shu Qur'onga mo'min kishi, musulmon kishi qo'ldan kelguncha amal qilib boraveradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam keltirgan din islom o'ta yengil dindir. Bu din hech qanday og'irlik emas. Ba'zilar aytganda dinga kirgandan keyin ortga yo'q, yo'l yo'q, din kirganingdan keyin mutlaq tarki dunyo qilasan degan bir tushunchaga borib qoladi. Kecha mana biz Ko'kovni qayerda bo'ldik? Mokpoda bo'ldik. Mokpoda bo'ldik, bir namozxon do'stimiz aytayaptiki, men bir karisi deydi, islomga da'vat qildim deydi. Barakalloh. Islom tushuntirib, keyin ashhadu an la ilaha illallohni o'rgatibdi. Domla deydi, u qo'rqyapti deydi. Nimaga qo'rqadi desam, agar bu islomga kirsang cho'chqan go'shtini yemaysan, aroq ichmaysan dedim, qo'rqyapti deydi. To'xta, birinchi islomga kirsan, keyin aytasan, musulmonsan, xudoga ishonasan. Endi ba'zi narsalar mumkin emas. Nimaga mumkin emas? Uni sabablari bor. deb turib tushuntirish kerak. Islom kirmagan odamga islomga kirsang, zino qilsang u bo'ladi. Ha, u qo'rqadi, u qilib yurgan odam, yeb ichib yurgan odam birdaniga yemaysan, ichmaysan desa, tom ketib qoladi. Asan birinchi chiroyli da'vat qil, islomga kirib olsin. Ha, islomda yurganlar o'z to'ng'iz go'sht yeb yurganlar bor-ku. Musulmonman deb aroq ichganlar bormi? Musulmonman deb roza tutmayotganlar bormi? Musulmonman deb namoz o'qimayotganlar bormi? Ha, bu hali musulmon bo'lmagan. Shuning uchun dinimiz og'irlik dini emas, qiyin din emas. Dinimiz aslida yengil, faqat o'zimizga o'zimiz og'ir qilamiz. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalarga aytganlarki, bir hukmni aytganimdan keyin chuqurlashmanglar degan. Chuqurlashsanglar, chuqurlashib ketgandan dinni o'zingizlarga og'ir qo'yasizlar deganlar. Bu tarixda bo'lgan. Baqara surasini o'qisanglar, Muso alayhisalomning qavmini voqeasi keladi. O'sha aynan Baqarada keladi, sigirga. Alloh taolo bir sigirni so'yishni buyuruvdi. Nima dedi? Qanaqa sigir bo'lsin dedi. Keyin rangi qanaqa bo'lsin dedi. Yosh qanaqa bo'lsin dedi. To'g'rimi? Payg'ambar Muso alayhi payg'ambar aytgan, bitta sigir so'yar ekansizlar, Alloh hukm qildi. Bo'ldi, bor bitta sigir olib kelib so'ydi, ishing bitardi. Lekin nima qildi? O'zlariga qiyin qildi. Alloh taolo ular so'ravergandan keyin u sigirni ham shartini ko'paytirdi. Oxiri bir chekkada yashaydigan daladagi bitta kampirda sigir shunga to'g'ri keldi. 100 so'mlik sigirni 1000 so'm dedi. Majbur bo'ldi, olish kerak endi. 5 ketib olgan, shunaqa sigir so'yaman deb qo'ygan. Mana shuni o'zi insoniyat tarixida dinda g'ulu ketish, chuqur ketish, chuqurga tushib ketishiga sabab bo'lishini bizga Baqara surasida Alloh taolo keltirib qo'ygan. Shuning uchun shunday qil dedimi, bo'ldi. Endi nimaga yana nima dema. Payg'ambar alayhisalom oldilariga bir sahoba keldi. Ya Rasululloh, menga islomdan bir amal o'rgating. 5 vaqt namoz o'qishing dedilar. Hali sahoba nima dedi? Yana qanaqasi bor dedi? Nafli bor. Nafl namozlarimiz bormi? Masjidga kirsak 2 rakat o'qiymiz, tahorat haqqi 2 rakat o'qiymiz, istig'for o'qiymiz, istixora o'qiymiz, kechasi tahajjud o'qiymiz, bormi nafllar? Ixtiyoriy namoz. Yana menga ibodat biror bir amalni ayting dedilar. Bir yilda bir farz bo'lgan, mafruz bo'lgan roza tutishing dedilar. Ziyoda qiling menga dedilar. Endi nafli bor. Nafl roza bilasizlar, payshanba, dushanba yoki har oyning bit kunlari, oq kunlarda 13, 14, 15-kunlar roza tutish. Hali sahobaga o'rgatganlardan keyin sahoba aytdiki,
Wala azidu anhu wala anqusu. Men bunga ziyoda ham qilmayman, bundan kam ham qilmayman dedi. Va ketdi. Payg'ambar alayhisalom aytdilarki, jannatga kirishni va jannatga kiradigan insonni ko'rishni, xursand bo'lishlikni xohlaysizlarmi bundan? Ha. Mana shu odam agar gapida tursa jannatga kiradi. Bo'ldi. Undan ortig'ini odam g'ulu qilib, o'zini dinni og'ir qilib, keyin nima qiladi? Deydi, zerikib qoladi. Shuning uchun sizlar ham islomni og'ir din deb bilmanglar. Men kecha aytdim. Islom faqat masjidda namoz o'qishdan iborat emas u. Bu bitta ishimiz u masjidda namoz o'qish. Islom hayot kechirish. Inson bir-biriga muhtojligi bor. Oldimizga kelgan bir burda non, nima deb o'ylang, qanday keladi o'sha. Bir dehqon don sochadi. Unga suv beradi. Uni o'raydigan odam o'radi. Keyin undan bir kun bug'doyni oladi. Bug'doyni bir inson un qilib beradi. Unni sotib oladi novvoy. Keyin uni nima qiladi? Xamir qilib pishiradi. Pishirgandan keyin uni sotuvchi bozorda sotadi. Siz borib bozordan olib kelgaysiz. Bir burda non yeguningizcha u nonni sizni yuzga kelguncha qancha odam xizmati bor. To'g'rimi? Ta non bo'lib kelguncha uni birov ekish kerak, yuqorida aytgandek suvini berish kerak, o'rish kerak, bug'doyni quritish kerak, un qilish kerak, non qilish kerak, sotish kerak, keyin bizning yuzga keladi. Yoki mana shu mato o'z-o'zidan bo'ladi. Bu chigitda ekiladi, paxta bo'ladi, chopqi qiladi, kimdir paxtani teradi, zavodga olib boradi, uni tozalaydi, keyin bir kun nima qiladi? Ip qiladi, ipga rang qo'shadi, keyin mato bo'ladi. Keyin matochi oladida sotib olib tikadi. Tikkandan keyin biz kiyamiz. Ustimizdagi matoni biz ustimizga kelguncha qancha ehtiyojga inson ro'bara bo'ladi. Xuddi shunday inson hayotda ko'p narsaga ehtiyoji bor. Masalan, men imomchilik qilsam, domla bo'lsam, bemor bo'lib qolsam nimaga muhtoj bo'laman? Shifokorga. O'zim aptekaga borib dorini berib ichaman deya olmayman. Aptekada ming xil dori bor. To'g'rimi? Men shifokorga muhtojligim bor. Shifokorga aytaman, mana shunday og'riyapti deyman. Shifokor tekshiradi, kasallikni topadi, davolaydi. Endi shifokor uylanmoqchi bo'lsa kimga muhtojligi bor? Menga muhtojligi bor. Keladi domla deydi. Men deydi, xohlasangiz deydi, shunday deydi, tomog'ingizdan deydi, kindingizgacha yorib hamma joyingizni ko'rib berishim mumkin, lekin nikohni bilmayman. Men nikoh o'qib qo'yaman. Ko'rdingizmi? O'qituvchining ham muhtojligi bor. O'qituvchi mashina minadi, mashinasi buzilib qolsa nima qiladi? Fizika, matematika emas-ku u mashina. Ustiga boradi. Akademik bo'lmaydimi u ustoz? Ustoz oldiga boshini egib boradi, usta deydi, mashina taqillab qolmaydi, yurmayapti deydi. Usta tuzatib beradi. Usta o'g'lini o'qishga kirgizsa akademik oldiga keladi. Mana dunyo bir-birimizga muhtojlikdan iborat. Shuning uchun hamma diniy bilimni bilavermaydi. Hamma madrasaga kira olmaydi. Hamma qori bo'lavermaydi. Hozir ichimizda bitta odam qori o'tiribdi. Qolganlarimiz qori emasmiz, lekin bu degani qolganlar odam emas degani emas-da. Ichingizda hozir kimdir iqtisodchilar, kimdir boshqa ITchi, kimdir tilchi, kimdir yana quruvchimi? Musulmonga kerakmi? Musulmon uyda yashash kerakmi? Ha, demak musulmonga quruvchi ham kerak. Musulmon ta'limga muhtojmi? Ha, demak musulmonga o'qituvchi kerak. Musulmonga shifokor kerak. Va hokazo. Mana dinimiz shu. Sahobalardan birontasi tarki dunyo qilmagan. Tarki dunyochi bo'lmagan. Tarki dunyo u rahboniylarda bo'ladi, nasroniylarda bo'ladi. Bilasizlar, anaqani ichiga kirib oladi-da, serpini ichiga kirib oladi-da, lekin Alloh asrasin, o'shaning ichida zinosini ham qilaveradi. Lekin bizda nima deydi? Payg'ambar alayhisalom an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikoh meni sunnatimdir, kim bosh tortsa mendan emas deganlar. Bizda uylanish ham kerak, bola chaqa ham kerak, ota-ona ham kerak, dam olish ham kerak, uxlash ham kerak, to'y ham qilish kerak, hammasi bor. Faqat o'shani tarozida qilinsa, adolat tarozisiga qo'yilsa, islom go'zallikdan iborat. Yana sizlarga dunyoviy misol keltiray. Mana tasavvur qiling, siz talabasiz. Talabaning doim puli nihoyatda hisobli bo'ladi. Sizlarni bilmadim, bizda shunday bo'lgan. Men hozir domla bilan gaplashib o'tirib aytayapman. Biz ko'p davlatlarda bo'lganmizda. Bu sizlarda hozirgi taomlanishinglar, baraka topinglar, Allohga tinimsiz shukr qilinglar.
uncha ishlaydigan odam bunaqa choyxonaga kirib bunaqa go'sht ovqat yemaydi. Bu nimadan iborat? Alhamdulillah sizlarning pulinglar bor. Mayli, ota-onanglar jo'natayotgandir, o'qiyotgandirsiz, ishlayotgandirsizlar, barakalla. Biz u pulinglarni sanamoqchi emasmiz. Lekin boshqa davlatlarga chiqinglar. Talabalar deyotgan narsasini ko'ringlar. Bo'lsa tuxumni qovurib yeydi, bo'lmasa buxonkaga chisnoga so'kib yeydi. Sizlarda biz ko'rmadik. Alhamdulillah. Shukr qilish kerak bu narsaga. Sizlarga ko'rinmasligi mumkin, lekin biz solishtiramizda davlatlarda talabalarni, vatandoshlarni yashayotgan sharoitini. Yaxshi ekan demoqchiman. Nimaga gapirganim ham esimdan chiqib ketdi. Nimani gapirayotgandim? Undan oldin nimani gapirdim? Sizlar ertaga borasizlar, islomga, musulmonlarga o'zingizlarning sohalardan kelib turib xizmat qilasizlar. Shifokor vataniga qanaqa xizmat qiladi desa, shifokor odamlarni davolab vataniga xizmat qiladi. O'qituvchi qanaqa qilib xizmat qiladi? O'qituvchi bolalarga dars berib xizmat qiladi. Meni bolamni o'qimishlik qildimi? Demak, o'sha yurtga xizmat qilyapti. Endi o'sha o'qituvchi, zo'r o'qituvchi 30 yil, 40 yil umrini faqat maktabda dars berish bilan o'tgan bechora, ko'chaga chiqmaydi, boshqa yoqqa bormaydi, faqat ish ertadan kechgacha bolalarga dars beradi. Endi o'sha bir kun o'qituvchi nima bo'ldi? Bemor bo'lib qoldi. Ana shu o'qituvchi bemor bo'lib bir hafta maktabga kelmasa, bir hafta bolalar ilmsiz qolib ketadi. Endi o'sha yurtda xizmat qilayotgan shifokor o'sha o'qituvchini davolab bersa, demak shifokor mo'minlarga, musulmonlarga, millatga shifokorlik bilan xizmat qiladi. Quruvchi yo'l mana yo'l. Xudo ko'rsatmasin bitta yama bo'lsa, uzoqdan kelayotgan mashina bir tushsa, avariya bo'ladimi? Ha? Alloh asrasin. Yo o'lishi mumkin, yo birovni o'ldirishi mumkin, yo majruh nogiron bo'lishi mumkin. Shu kimning ishi shu? Quruvchini, yo'l quruvchini ishi. Agar yo'l quruvchi chiroyli qilib, yemasdan, o'g'irlamasdan, shuni chiroyli